Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi 3-sinf matematika darsini 34-mavzusini davom ettiramiz. Mavzu o'rtasida 0 bo'lgan sonlarni ko'paytirish. Uyga vazifalar 11 va 12-vazifalar ekan. Ularni ishlab davom ettiramiz. Birinchi vazifada aytyaptiki, amallarni tartibi bo'yicha hisoblang. Bu yerda shartli ravishda birinchi ifodamizni A ifoda deb belgilaymiz, ikkinchisini B ifoda deb belgilaymiz. A ifodamizda qavs ishtirok etganligi uchun, demak birinchi bo'lib qavs ichidagi amalni bajaramiz. Keyin chapda birinchi turgan ko'paytma amalni bajaramiz, ikkinchi bo'lib, keyin uchinchi bo'lib keyingi ko'paytma amalni bajaramiz va to'rtinchi bo'lib qo'shish amalni bajaramiz. Ketma-ketlikda bajarib chiqamiz. Birinchi amalimiz 48.000 dan ayiramiz 12.907 ni. 8 dan qarz olib beramiz. Bu 7 bo'ladi, 9, bu 9, bu 10 bo'ladi. 10 dan 7 ni ayirsak 3 bo'ladi. 9 dan 0, 9, 9 dan 9, 0, 7 dan 2, 5 va 4 dan 1 desak 3 bo'ladi. Keyingi ikkinchi amalini ishlaymiz. 82.300 ga ko'paytiramiz 506 ni. Mana bu shaklda yozaman. Nollarni keyin oxiriga qo'shib qo'yamiz. O'shaning uchun mana shaklda yozdim. 6 ni 3 ga ko'paytiramiz 18 bir dilda. 6 kere 2 12 dildagi 13 yana bir dilda. 6 kere 8 48 dildagi bilan 49 qo'shamiz. Endi manavidan 0 ga ko'paytirib o'tirmaymiz va birdan 5 ga ko'paytirib ketamiz. 5 kere 3 15 va 5 ning tagida yozamiz. 15 ning 5i biri dilda. 5 kere 2 10 dildagi bilan 11 biri dilda. 5 kere 8 40 dildagi bilan 41. Qo'shib chiqamiz. 8 3 9 ga 5 14 biri dildan, 4 ga 1 5 dildagi bilan 6 1 va 4. Endi qolgan mana bu ikkita 0 ni javoblariga yozib qo'yamiz va endi hisoblaymiz. 41.643.800 chiqdi. Uchinchi amalimiz birinchi chiqqan amalimiz javobiga 35.093 ga 302 ni ko'paytirishimiz kerak. Demak 35.093 ga ko'paytiramiz 302 ni. 2 ni 3 ga ko'paytiramiz 6 kere 9 18 yozaman, chunki 0 ga ko'paytirish bor. 2 kere 5 10 biri dilda, 2 kere 3 6 dildagi bilan 7 qo'shamiz. Endi 3 ga ko'paytiramiz. 3 kere 3 9, mana 3 ning tagidan yozamiz. 3 kere 9 27, ikkisi dilda. 3 kere 0 dilda 2 ni yozib qo'yamiz. 3 kere 5 15 biri dilda. 3 kere 3 9 dildagi bilan 10 bo'ladi. Endi qo'shib chiqamiz. 6 8 bu 10 biri dilda. 7 dildagi bilan 8 9 5 0 va 1. 10.598.086 chiqdi. Va to'rtinchi amalimiz ikkinchi amal javobini ga qo'shamiz uchinchi amalimiz javobini, natijasini. Demak, birinchi amalimiz, ikkinchi amalimiz javobi 41.643.800 qo'shamiz
10.598.086'ni 6 bu 8 bu ham 8 11 birdilda bu 14 bo'ladi birdilda 11 12 bo'ladi birdilda bu 2 bo'ladi bu 5 bo'ladi. Demak 52.241.886 chiqdi. Bu demak A ifodamizning javobi bo'ladi. 52.241.886 damizni ishladik. Endi B ifodamizni ishlaymiz. Bu yerda amallarni ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Birinchi qavs ishtirok etmagan uchun chapda birinchi turgan mana bu ko'paytma amalini birinchi bo'lib bajaramiz. Keyin ikkinchi ko'paytma amalini bajaramiz ikkinchi bo'lib, uchinchi bo'lib ayiramiz, to'rtinchi bo'lib qo'shib olamiz. Ishlashni boshlaymiz. Birinchi amalimiz ko'paytma 605 ga ko'paytiramiz 18 ni. 8 kere 5 40 bo'ladi. 4 dildan 8 kere 00 dildagi 4 ni yozib qo'yamiz endi. 8 kere 6 48 qo'shamiz. Bu 5 1 kere 5 5 0 va 6 0 bu 9 bu 8 bu esa 10 bo'ladi. 10.890. Ikkinchi amalimiz 301 ni 456 mingga ko'paytirishimiz kerak ekan. Demak, birinchi katta sonni yozamiz. 456 ming ko'paytirilgan 301. Mana bunday shaklda ko'paytiramiz. 3 ta 0 ni keyin javobiga yozamiz. O'shancha 3 ta 0 ga hisoblamay turamiz. 1 ga ko'paytirib chiqamiz. 6 5 4 qo'shamiz. Endi 0 ga ko'paytirmaymiz. 3 ga ko'paytiramiz. 3 kere 6 18 va 3 ning tagidan yozamiz. Biri dilda 3 kere 5 15 dildagi 16 biri dilda 3 kere 4 12 dildagi 13 qo'shib chiqsak 6 5 12 biri dilda dildagi bilan 7 bu 3 va 1 100 ya'ni 3 ta 0'mizni ham bor, uni ham yozsak, endi hisoblasak 137.256.000 chiqdi. Uchinchi amalimiz shu 819 mingdan ayiramiz. Birinchi amal javobi 10 ming. 890 ni 9 dan qarz beramiz. Bu 8 bo'ladi, bu 9, bu 9, 10 bo'ladi. 10 o'chiramiz. Bu 10 bo'ladi. Chunki 0 dan 0 ayrildi. 0. 10 dan 9 ni ayirdik. 1. 9 dan 8 ni ayirdik. 1. 8 dan 0. 8. 1 dan 1 0 va 8. 808.110 bo'ladi. To'rtinchi amalimiz shu uchinchi amal javobiga qo'shamiz ikkinchi amalimiz javobini. Demak, ikkinchi amalimiz katta son bo'lgani uchun birinchi shuni yozamiz. 137.256 7.256.000 ga qo'shamiz. Uchinchi amalning javobi 808.110. 0 1 1 14 bir dilda 5 dildagi bilan 6 bu ham 10 bo'ladi. Bir dilda 7 ga dildagi bilan 8 3 va 1 138.064.110 chiqadi. Barobar 138.064.110 bo'ldi. 11-vazifani ishlab oldik.
Keyingi vazifa 12-chi vazifa bo'ladi. Bu masala Furqat aka pullarini bankka qo'ydi. Buning uchun bank unga har oy 324 ming so'm to'laydi. Furqat aka 17 yildan keyin qancha pul oladi? 17 yilimizni oyga aylantirishimiz kerak va har oyda to'lanadigan pulga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Shunda masalamiz javobini topamiz. Demak, Furqat aka 17 yildan keyin qancha pul oladi? 17 yil, ya'ni 1 yilimiz teng edi 12 oyga. 1 yilda 12 oy bor. 17 yilimizda qancha oy borligini topishimiz kerak. 17 yilimiz teng bo'ladi. Uning uchun 1 yilda 12 oy bo'lsa, 17 ni ko'paytiramiz 12 ga. Ko'paytirib olamiz. 17 ko'paytirgan 12 14 1 yilda 2 3 7 1 qo'shib olsak 4 10 bildagi 2 bo'ladi. 204 204 bo'ldi. Ya'ni 17 yilimiz teng ekan 204 oyga. U holda endi biz har oy bizga 324 ming so'mdan Furqat akaga to'lashini bilamiz. Endi o'sha summani 204 oyga ko'paytiramiz. 324 ming ga ko'paytiramiz 204 ni. Ustun shaklda ko'paytirib olamiz. Ko'paytiramiz 204 ga. Bu nollarni keyin javob yozamiz. O'shancha ko'paytirib o'tirmaymiz. 4 ni 4 ga ko'paytiramiz 16, 1 dilda 4 kira 2 8 dilda 9, 4 kira 3 12. 2 ga ko'paytiramiz 2 kira 4 8, 2 kira 2 4, 2 kira 3 6 bo'ladi. Qo'shib olamiz. 6 9 10 bo'ladi 1 dilda, 5 dildagi bilan 6 bo'ladi. 6 ni o'zi bo'ladi va 3 ta 0 ni javobiga yozib qo'yamiz. Endi hisoblasak 66,96,000 so'm bo'lar ekan. Ga teng bo'ladi. 66,96,000 so'm bo'ladi. Furqat aka 17 yildan keyin shu summani 66,96,000 so'm pul oladi. Masalamiz mana shu tarzda ishladik. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.